Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 14 yanvar kuni Amerika Ana Vatan Xavfsizlik Ministerligi Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuni bo'yicha Xitoydagi 37 shirkatning jazo tizimligiga qo'shilganligini e'lon qildi. Ministerlikning bu vaqtdagi bayonotiga qaraganda, bu hozirgacha eng ko'p shirkat va muassasaning birli vaqt qor tizimligiga ilinishi bo'lib hisoblanadi ekan. Yangi qo'shilgan o'rinlar bilan birlikda Amerika hukumati tarafidan Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuni bo'yicha qor tizimligiga ilingan shirkat va muassasalarning umum soni 144 ga yetgan. Amerika Savdo Ministerligining majburiy emgak qonunini ijro qilish xizmat gruppasining bildirishicha, yangidan qo'shilgan o'rinlar ichida Xitoydagi xalqaro mineral moddalar bilan ta'minlovchi zavod va shirkatlar, shundaqla zo'r ko'lamlik to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqaruvchi shirkatlar bor ekan. Amerika Ana Vatan Xavfsizlik Ministerligining ministri Alejandro Mayorkas bayonotdagi so'zida Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuni bo'yicha yana 37 shirkatni jazo tizimligiga qo'shish va umumiy sonni 150 ga yaqinlashtirish bizning majburiy emgak tizimiga qarshi to'xtamay kurash qilganligimizni, asos kishilik huquq kapolatli qilishdagi tavranmas va'damizni, shundaqla erkin va odil raqobat tizimini bo'shashmay qo'g'daydiganligimizni yana bir qatim namoyon qiladi degan. Ma'lum bo'lishicha, 14 yanvar kuni tizimlikka qo'shilgan o'rinlar vatanimiz Sharq Turkistondagi muhim mineral moddalarni qazish va pishiqlab ishlash, paxta va to'qimachilik, shundaqla kun taxt ishlab chiqarishini polisilikon bilan ta'minlaydigan shirkatlarni o'z ichiga oldigan bo'lib, Amerika hukumati konkret va aniq uchurlarga asosan bu shirkatlarni vatanimizdagi majburiy emgak munosabatli xom ashyolarni ishlatgan va hamda hukumat bilan moslashib, Uyg'urlar, Qozoq va Qirg'iz qatorliq boshqa oz sonliq millatlarni qul ishchi sifatida qabul qilish, to'shish, yo'tkash qatorliqlar qatnashgan deb qaraydi ekan. Bu shirkatlar Donghai GA quyosh texnikasi cheklik shirkati, Hongyuan Yeshil energiya cheklik shirkati va uning bilan munosabatli bo'lgan 3 tarmoq shirkat, Huafo moda kiyim-kechak cheklik shirkati va uning 25 tarmoq shirkati, Jiangsu Meike quyosh texnikasi cheklik shirkati va Bautu Kremniy energiya cheklik shirkati, Shuangyang Kremniy materiallari cheklik shirkati, Xinjiang energiya cheklik shirkati va uning tarmoq shirkatlari va shundaqla Xinjiang Zijin konchilik guruhi cheklik shirkati va tarmoq shirkatlar qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Bayden hukumati vazifasini oxirlashtirishga sanoqli kunlar qilganda, Xitoy hukumatini Uyg'urlar qaratayotgan majburiy emkini jazolash bilan qolmay, yana Xitoyning Amerikaning eng yangi texnikalarga erishishining oldini olish uchun bir qator tadbirlarni e'lon qildi. Masalan, Bayden hukumati 13 yanvar kuni Amerikaning yuqori texnikalik kompyuter o'zaklarini eksport qilishga doir yangi cheklamalarni e'lon qilib, sun'iy aql sistemasini harakatlantirishga yaraydigan texnikalarning Xitoyning qo'liga tushib ketishining oldini olgan edi. Amerika Savdo Ministerligining ministri Gina Raimondo bu vaqtda muxbirlar qilgan so'zida bu yangi e'lon qilingan qoidalarning navbatdagi eng ilg'or sun'iy aql texnikasini qo'g'dash va uning raqib davlatlarning qo'liga o'tib ketmasligiga kapolatlik qilish uchun loyihalanganligini, biroq sherik davlatlarning bu texnikalardan bahramon bo'lishga davom qildiganligini bildirgan. Amerikadagi texnika va geosiyosiy masalalar mutaxassisi Jeffrey Kanening bildirishicha, Bayden hukumatining vazifasini tamomlashga nihoyat qisqa vaqt qolganda e'lon qilgan bu yangi cheklamalari Bayden hukumatining Trump hukumati vazifaga o'tirib, siyosatini belgilovchi bo'lgan oraliqdagi Amerikaning davlat manfaatiga kapolatlik qilishni maqsad qildi ekan. U mundaq deydi: Bayden hukumatining vazifadan ayrilishdan burun bu cheklamalarni e'lon qilishidagi sabab ular yangidan vazifa topshirib olgan Trump hukumatining Xitoy siyosatining nima bo'lganligini bilmaydi. Trump hukumatining tashqi siyosatda qanday yo'l tutganligi, uning Xitoy siyosatining nima bo'lganligi hozircha aniq emas. Shunga Bayden hukumati vazifadan ayrilishdan burun bundaq tadbirlarni ko'plab e'lon qilyapti. Bu tadbirlar ikki davlat o'rtasidagi jiddiylikni oshiradi. Biroq ikki davlat munosabati 6-7 yildan beri nachar bo'lg'achqa, men buni masala yaratadi deb o'ylamayman. Ma'lum bo'lishicha, bu yangi qoidalar hozir 120 kunlik baho berish bosqichiga kirgan bo'lib, u muddat to'shishdan burunla kuchga ega bo'ldi ekan. Amerika Savdo ministri Gina Raimondo bo'lsa, bu vaqtdagi bayonotida Trump hukumatining bu cheklamalarni davomlashtirishga bo'lgan umidini ifoda qilgan va biz yangi hukumatning bu 120 kundan to'liq foydalanib, mutaxassislar, kasb ahlilari va sherik davlatlarning so'zlariga quloq solishini va bu asosda harakat qilishni umid qilaman degan. Ma'lum bo'lishicha, 13 yanvar kuni e'lon qilingan yer shari eksport ramkasi ilg'or sun'iy aql iqtidorliq o'zak va texnik eksporti Xitoy va Rossiyani hamda ularning vositalik holda Amerikaning texnikasini setib olishiga imkon tug'diradigan 3 davlatlarni, bo'libmi O'rta Sharqdagi davlatlarni o'z ichiga oladi ekan. Tadqiqotchi Jeffrey Kanening qarashicha,
Amerikaning sun'iy aql iqtidoriga ega bo'lgan eng yangi o'zak texnikalarini Xitoyga setishni cheklash, Xitoyning Amerikaning texnikasi bilan Amerika davlat xavfsizligiga tahdid paydo qilishning oldini olishda muhim rol o'ynab qolmay, yana Uyg'urlar qaratayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sishda muhim rol o'ynaydi ekan. U mundaq deydi: Xitoy Amerikaning eng ilg'or o'zak texnikasiga erishishda aslida qiyinchilik tortib Yerim o'tkazgich texnikasi intayin qimmat bir soha. Odatda bir o'zakdan keyin yana bir o'zakni yasash uchun 5 yildek vaqt ketganini az deb, onunğa milyonlarca dollar pul ketadi. Cümleden u ham intayin qimmat baholiq va nihoyat uzun vaqt ketadigan texnika. Demak, agar Xitoy Amerikadan bir o'zakni setib ololmasa, u holda u az deganda 5-10 yil Amerikaning keyinda qoldi degan gap. Bu o'zaklarsiz ular harbiy ishlarda va Uyg'urlar qaratayotgan mutlaq nazorat sistemlarida ishlatiladigan sun'iy aql sistemlarini taraqqiy qildira olmaydi. Şoңlashqa Amerika hukumatining Amerikadagi texnik shirkatlarning ilg'or o'zak texnikalarini Xitoyga setishdan cheklashi dunyodagi eng chong saqchi davlatini to'sishda intayin muhim rol o'ynaydi. Bayden hukumati texi oldin qaydilar Amerikaning 20 xildan oshiq yerim o'tkazgich yasash uskunasining Xitoyga setilishini va hamda nurg'unlagan Xitoy shirkatlarini Amerika texnikasiga erishishdan cheklab buyruq e'lon qilgan edi. Baştabi Xitoydagi TikTok şirketining Amerikada cheklanish yoki Amerika shirkatlariga setilish taqdiri yaqinlashayotgan bir mezgilda Xitoyning bu shirkatni qutuldirish uchun uni amerikalik mashhur korxonachi, dunyodagi eng chong boy Elon Musk setib berish mumkinligi faraz qilinmoqda. Bloomberg xabarlar tori 13 yanvar e'lon qilgan bu xabarda deyilishicha, Xitoy amaldorlari TikTokning taqdirini bartaraf qilish ustida jiddiy talashga duch kelgan. Ishki ahvolni bildiganlarning aytishicha, agar TikTok Amerikaning cheklash buyrug'ini amaldan qoldira olmagan taqdirda, Xitoy amaldorlari uning Amerikadagi mulozimatini danglik korxonachi Elon Musk setib berishi mumkin ekan. TikTok shirkati Amerika oliy sotidan TikTokning cheklash buyrug'ini bekor qilishni talab qilgan bo'lsa-mu, bosh sotchi 1-oyning 10-kuni qilgan so'zida asldagi buyruqni saqlab qilish mumkinligini aytgan. Buningdan ilgari Amerika prezidenti Donald Trumpning TikTokni saqlab qilishga iltimos qilayotganligi, ammo Amerika oliy sotining uni rad qilish ehtimoli borligi haqida xabarlar chiqqan edi. Bloomberg xabarlarining ma'lumot berishicha, Xitoy amaldorlari navbatda TikTokni setish masalasida Donald Trumpning eng yaqinlaridan biriga ko'z tikayotgan bo'lib, u bo'lsa-mu Donald Trumpning saylamiga 250 million dollar yordam qilgan Elon Musk ekan. 250 million dollar yordam qilgan Elon Musk ekan. Agar Elon Musk TikTokning Amerikadagi mulozimatini setib olsa, eng chong ijtimoiy aloqa supalardan X bilan TikTok tang ega bo'lib, ularning tijoratini tang boshqardi ekan. Navbatda TikTokning Amerikadagi abonentlari 170 milliondan oshilgan bo'lib, bundaq zo'r ko'lamdagi abonent soni Xning tijoratini ro'naq topqizdi ekan. Ammo Xitoy amaldorlarining Elon Musk bilan qandoq sodalashadiganligi, bahoni qandoq bekitadiganligi, eng muhimi Elon Muskning bu savdoga qandoq qaraydiganligi aniq emas ekan. Elon Musk yoki uning vakillari buning taq inkas qaytarmagan. Ammo Elon Musk X yozgan uchurida TikTokning cheklanishi gerçi X'ga foydali bo'lsa-mu, meningcha TikTok Amerikada cheklanmasligi kerak. Bunda qilish fikr erkinligiga xilof degan. Xitoyning Sharq Osiyo dengiz tavallikida xo'jayinlik talish urinishi kuchayayotgan bir vaziyatda Amerika, Yaponiya, Filippin qatorliq davlatlarning boshliqlari texim kuchli hamkorlashishga qasam qilishgan. Reuters agentligi 12 yanvar bergan bu xabarda deyilishicha, Amerika, Yaponiya va Filippinning davlat boshliqlari dushanba kuni tarixini ichib, iqtisod, dengiz armiya kuchlari va texnik jihat hamkorlikni cho'nqurlashtirishga kelishgan. Oqsaroyning bu vaqtdagi bayonotiga qaraganda, yuqori uch davlat rahbarlari Xitoyning janubiy dengizdagi harakatlarining xatarlik va qonunsiz ekanligini muzokara qilgan. Buningdan ilgari ular 2024-yili 4-oyda Washingtonda birlik yig'ini ichib, xalqaro qonun va rayon xavfsizligini qo'g'dashni muzokara qilishgan edi. Prezident Joe Biden yana bir haftadan keyin vazifasidan ayrilgan bo'lib, u Donald Trumpning Xitoyga taqobil turishda izchillikni saqlashiga, Amerikaning ittifoqdoshlari bilan bo'lgan sheriklik munosabatiga ko'ngil bo'lishiga umidvor qaraydiganligini bildirgan. Kanada televiziya torining 13 yanvardagi xabariga qaraganda, oldin hafta Amerika bilan Kanadaning urush paraxotlari Xitoy dengiz armiyasining janubiy dengizni, jumladan bu dengizdagi taqim orollarni ta'sir doirasiga ilish urinishlariga qarshi birlikda harakat qilgan. Xitoy dengiz armiya paraxotlari ularni ta'qib qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Janubiy dengizning ostida 11 milliard ton neft zapsi bayqalgan bo'lib, Xitoy 10 yildan buyon bu rayonni kontrol qilish orqali Hind Tinch okeanidagi strategik ta'sir kuchini oshirishga urinib kelgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.